Inson qadri haqida falsafa qilish oson. Qiyini o'z holatimizni to'g'ri baholash. Hozir eski bir soat hikoyasi orqali o'zimizga bir lahza diqqat qaratamiz. Bir ota o'lim to'shagida yotib, o'g'lini yoniga chaqirdi. Uning qo'liga eski bir soat tutqazdi. Soat qadimiy edi. 200 yil oldin yasalgan. Asrlar oshib bizga yetib kelgan meros. Ota dedi: "Bu soatni mahalla boshidagi soatsozga olib bor. Sotmoqchi ekaningni ayt, uning javobini menga keltir." O'g'il soatni olib ketdi. Soatsoz soatga bir qaradi. "Eski ekan, $5 beraman", dedi. $5. O'g'il bu javob bilan otasining yoniga qaytdi. Ota xotirjam edi. Endi uni antikvar do'konga olib bor. Noyob narsalar sotiladigan joyga. O'g'il yana yo'lga tushdi. Bu safar do'kon egasi soatni qo'liga olib, diqqat bilan ko'zdan kechirdi. $5000, dedi. 5000. O'g'il hayron bo'lib, otasining yoniga qaytdi. Ota esa hali ham tinch, hali ham o'sha sir-sinoatli nazari bilan "Endi uni davlat muzeyiga olib bor", dedi. Muzeyga borgach, mutaxassislardan biri soatni ko'rdi. Boshqasini chaqirdi. Ular tekshirdilar, maslahat qilishdi va nihoyat o'g'liga qarab aytdilar: "Bu $1 million turadi." 1 million. O'g'il muzeydan chiqib otasining yoniga yugurdi. Nafasi ichida, ko'zlari katta-katta. Otasi esa jimgina kulimsiradi va dedi: "Bolam, seni o'rgatmoqchi bo'lgan narsa mana shu edi. Bitta soat 3 ta qiymat. O'zgargan soat emas, joy. Har bir inson ham ana shunday bir soatdir. Ba'zilar seni $5 ga baholaydi, ba'zilar 5000 ga. Va bu dunyoda sening haqiqiy qadringni biladigan insonlar ham bor. Qadringni bilmaydigan joyda qolish o'zingni soatsozga $5 ga sotishdir. O'zingga noloyiq yerda hargiz qolma." Endi o'zingizga savol bering. Hozir hayotingizda qaysi do'konda turibsiz? Soatsoznikidami, antikvardami yoki muzeyda? Agar bu savol sizni o'ylantirsa, izohga yozing. Qiziqarli suhbat bo'ladi. Atrofingizda o'z qadriga yetmayotgan biri bor bo'lsa, yuboring. Balki u aynan shu so'zlarni kutayotgandir.